nima uchun erkaklar yosh katta ayollar bilan yurishadi deb ko'p ayollar keladi. Mana erim bor deydi. Hamma yaxshi ayol bo'lishga harakat qilaman deydi. Hammasi bizda yaxshi deydi, lekin nima uchundir men uni SMS-larida yosh katta ayollar bilan jinsiy munosabatimni sezaman. Va bu nimadan? Menda nima aybim bor, nima xatoyim bor deydi. Va ular tajribaliroqmi yosh katta ayollar deb ham savol berishadi. Bu yerda tajriba yoki tajribasizlikda yoki ayolni yaxshi yoki yomonligida emas, aynan bu erkakni bolalikdagi buzilishlardan kelib chiqadi. 5-6 yoshda deylik insonda ikkita insonga bo'lgan muhabbati bo'ladi. Bu uni otasiga bo'lgan muhabbati, onasiga bo'lgan muhabbati bo'ladi. Ya'ni 5-6 yoshda jinsiy mayllar shakllanadi. Bu jinsiy mayllar mana shu ota-onadan uzilgan holda deylik tashqaridagi bolaga yoki qizga ko'ngil qo'yishi kerak bo'ladi va bu yerda libidalar yo'naltiriladi bu yoqqa. Lekin ba'zi hollarda shunaqa ayollar bor, o'g'liga hech narsaga ruxsat bermaydi, sevishga ruxsat bermaydi, har doim uni nazoratda ushlashga harakat qiladi va bunaqa hollarda bola onasidan qo'rqib ham, sevishga ham qo'rqib, mana shu onasi bilan har doim muloqotda bo'ladi yoki qiz bola ham har doim onasi yoki otasi bilan muloqotda bo'ladi-da, ko'chaga bu yo'naltirilmaydi, assotsiatsiya bo'lmaydi va bunaqa holatda voyaga yetgan onani har doim giperopegada shaxsiy chegaralarni bilmagan holda bolasini oldida nima deydi, yechinib yoki bolasi bilan uxlaydigan yoki eri bilan munosabati yaxshi bo'lmasa o'g'lidan hamma mehr oladigan ayollar aynan mana shu muhabbatda ongsiz ravishda onasiga bog'lanadi, lekin onasi bo'lgani uchun onaga hech qachon sevib qoldim deb o'ylamaydi. Lekin nima uchundir ana shu yoshi katta ayollarga intilish bo'ladi. Bu ham ongsiz ravishda sodir bo'ladigan holatlar bo'ladi.